Xullas o'g'illarim men o'ylab ko'rdim. Menga kim mehribon bo'lsa, kim g'amxo'rlik qilsa, mana shu katta hovlida o'sha qoladi. Qolgan ikkitalik yana qaytaryapman. Eng mehribon o'g'lim men bilan mana shu hovlida qoladi. Takishda kuzatuvdasilar. Tinchlik xotirjamligini bersin. Mana men ko'rsatib beraman-da onam sizga mehribonchilikni. Buni ikkita o'g'lingiz so'ppayib turarsin. Ne? İchingizda gapiring, hamma eshitib turibdi. Onajonim, Instagramda ko'rdim. Yotar qoringa faqatgina qop-qora qo'chqorni dumbasidan bo'lgan qo'y burdani yeb olish kerak ekan. Mana shuni yamlamay yutib olasiz. Voy, rahmat. Sen o'zgaryapsan. Odamni xijolat qilmang onajonim. Men eskidan shunaqaman. Hovli. Bismillah. Aya, ichmas yog'ini menga berasiz? Onajonim, keliningiz bilan maslahat qildik. Oilani puli onada tursa barakali bo'lar ekan. Sepga soling. Bu puling sefga urpag'am bo'lmaydi. Lekin o'zgaryapsan sanam. Aksiga olib hamma tanishim notariusda ishlayapman. Aya, 50 ming berib turing. 50 ming puli yo'qmi? Ha, bo'lganda so'rarmidim. Berib turing, keyingi oyga beraman. Onamsiz u. Bozorlardan savdo qildim bolamga deb. Voy, juda yoqyapti. Qildim onamga deb. Alo. Ya, bormayman choyxonaga. Onam bilan bilaman. Iloji bo'lsa sizlar ham uyga borib onalarning duosini olinglar, bo'ptimi? Onam bilanman. Sen o'zgaryapsan. Shunaqa qilib odamni xijolat qilasizda, uni oyog'ingizni bering, hovlilarda yurgan oyoqlarda bular. Voy o'g'lim, qayerlarga olib kelding meni? Yangi bozorda yo'ldagi hamma bilgan o'sha texnovizga olib keldim onajonim. Oho, so'rakan-a? Onamga 12 talik, 18 talik kondisionerda mo'zdekkina uyda o'tiribsiz meni hojonim. Onajon, pul talashib zerikdingiz siz ham. 100 lik. Qaysi biri? Mana tanlang. Hay, qimmat bo'lib ketadi o'g'lim. Juda ko'p narsa olib berib bormadingmi o'g'lim? Xavotir olmang onajonim. Bu texnovizda 3 oydan 2 yilgacha bo'lib to'lasak bo'laveradi. Men o'zim to'layman. Maza qilib ishlatamiz-da o'sha hovlida. Qiynalib qolmasang bo'ldi-da. Xullas men o'ylab bir qarorga keldim. Men bilan bu hovlida ish yoqmas dangasa, eng kichkina ukalaring qoladi. Nima iya? O'ylab qarasam, ikkalang bemalol oilani eplaysan. Ha, buni becharachi. Lallayib, hech vaqtni eplalmayam. Yonida haylab turmasam, kapangado bo'ladi-yu bu. Rahmat, aya. Rahmat. Tashkalatdan